Do'stlar, 2026-yil 27-aprelda parnika tashkil qilingan. Bu orqalaringizni ham ko'rsatib qo'ying. Patagoniya shaftoli bog'imizdamiz do'stlar. Bu parnika tashkil qilingan. Maqsad mevani erta olish. Olib keling, natijasini o'zi ko'rsatib qo'yaylik. Obunachilarga mana natijasi. Hali hech qayerda kalibr bunaqa bo'lib yetilgan yo'q. Shaftollarda bu Patagoniya shaftolisi bo'ladi. Dunyo bo'ylab eng birinchi pishirilgan shaftoli Ispaniya sorti bo'ladi. Undan ham erta pishirish maqsadida teplisaga tashkil qilganmiz. Kalibrlar joyida do'stlar, xudo xolasa 10 kunda pishib yetiladi. Hozirga ham gap yo'q. Videoga bittadan like bosinglar do'stlar. Keling bu tomonlarni ko'rsataylik. Do'stlar, mana hozirga bitta ham gap yo'q. Juda ham sel hosil bo'ladi. Ko'rishganingizdek, xudo xolasa 10 kunda pishadi, 10 kunda pishib yetilganda buni bozorga olib chiqib sotayotgan jarayonimizni ham qo'yamiz. Hozircha 150 ming so'm sotilishi mo'ljallangan. O'tgan yili 180 mingdan sotilgan. Buni ko'chatlardan eshitib qo'yganmiz. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon qilib aloqaga chiqinglar. O'zbekiston 12 ta viloyatiga, qo'shni davlatlarga ham dastlabki qilib beramiz. Do'stlar, biz kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar.